ovoz bor, u bizga dunyoni bildirdi. Shundoq bir ovoz bor, u dunyoni mehr muhabbatga to'ldirdi. Shundoq bir ovoz bor, u bizni mehr muhabbatga to'yingan asli bilan qo'yniga boshlaydi. Ko'rayotganinglar Şinjan radio televiziya stansiyasi, Şinjan Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati hamkorlash bozorlar sungan Şinjan Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi ovoz va talant programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Ovoz va talant programmamizga Şinjanning har qaysi joylaridan kelgan mohirlarimiz qatnashadigan bo'lib, ular dal mana mushu sahna orqali o'zlarining ovoz jihatidagi talantini namoyon qiladi. Undaqda oldi bilan men programmamizning baholag'uvchi ustozlarini tanishtirib o'tgan bo'lsam. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Sünye Muallim. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Qaysar Habibullah. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Maqsad Kadirqan. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Dilshod Raydin. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Farida Rashdin. Har qaysi ustozlarni qarshi olamiz. Programmamiz ko'p bosqichli programma bo'lib, oldingi 4 nafar mohirimiz, ya'ni hal qilg'ish musobaqasiga qadam qo'ygan 4 nafar mohirimizni biz katta mukofotlarimiz bilan mukofotlaymiz. Birinchi darajaga erishgan mohirni Şinjan Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. İkinci darajaga erishgan mohirni Şinjan Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Üçüncü darajaga erishgan mohirni Şinjan xalqyor o'qatchilik guruhi 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Dördüncü darajaga erishgan mohirni Şinjan Kapitan madaniyat tarqitish cheklik shirkati 20 ming yuan naqd pul bilan mukofotlaydi. Ovoz ve talant programımızda mahirlerimizden nadir kino, televiziya teatrlarına ovoz berish jihatidagi universal san'at maharati orqali nadir asarlarimizga hurmat bildirdi. Mahirlar o'zlari tayyorlab kelgan qisqa filmlarga ovoz berish, Putunxo'da ovoz berish, nadir filmlarga ovoz berish qatorliq 3 bosqichli ovoz maharati orqali ko'pchilikka nadir kinolardan tarixda asıltib, ovoz orqali klassik asarlarga hurmat bildirib, ovozning haqiqiy sehriy kuchini his qildi. Birinchi bosqichimiz 3 aylanma bo'yicha elib berilgan bo'lib, bugungi birinchi nafar mohirimiz zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Сәлеметсіздерме? Мен Балжан Акбар қызы боламын. Актер талантты бағдарламасына келгеніме өте қуаныштамын. Мен сонау Мория ауданында туылғам. 91 жылдан 99 жылдары би кәсібімен шұғылдандым. 99 жылдан 2006 жылға дейін сымды телевизияда, Şinjan телевизиясында дыбыс актері болып істедім. 2006 жылдан кейін негізі жеке жұмысқа шықтым. Дыбысты кітаптар әзірге ең көп істеп жатқанымыз негізі кітаптар, дыбысты кітаптар. Соңында актер талантты бағдарламасына көп рахмет айтамын. Экран алдындағы көрермендердің қолдап қуаттауын үміт етемін. Ондақта бүгінгі бірінші номерлық махир Балжанны сәхнемізге тәклif қылымыз. Мархамат. Hürmetlik ұстазлар, экран алдыдагы достлар, көрерменлер, әмміңларға салам. Ондақта Балжанда мен сізден сұрап бақайын. Nima sababdan ovoz va talant programmasiga kelishni tanlab qoldingiz? Bu yer kelishimdagi maqsadim mening. Men 3-yil ishlaganda men qayaga yetdim. Bu kasb ekran oqida bo'lgandan keyin ekranning oldiga bir chiqib, bu kasbning qandoq bo'lganini, ovozini qandoq o'zgartishga, bizning qandoq chapa chekadiganimizni bir ko'rsatgim kelib chiqdim. Ma ideya yaxshi yaptım mana. Ma'lumlar qo'shib qo'llab ma'qul ko'ryapti. Undaq bo'lsa, bugungi birinchi bo'lib sizning ilib kelgan asaringiz qaysi? Birinchisi Shunming Huanyouqi. Uningdagi necha obrazga ovoz bersiz? 5 bor. 5 bor. Va, 5 obrazga bir odam ovoz bersa, zodi qandoq bo'lgandi? Undaqda hammaylar ekran orqali ko'rib boqaylik. Qanada sahnasiz qoldi. Marhamat. Rahmat. 我求求你，太奶奶，不要忘记他。你急着找太奶奶干什么Qayda borasan? Neyga? Qandag'ingga? Qayda borasan deyman? Neyga? Qayniyga? Neyga? Haji, men tingdangizchi. Men migaman qo'y. Men akangizni ko'rdim. Akangiz esingizda mi? Migaman qo'y haji. Tingdangizchi. O'lgisini unutib qolsangiz bo'lmaydi. Mana uning gitarimi sizga chalib beradi ekan qo'y burun. Haji, meni qarangizchi.
Әжіреймін жалынайын, қараңыз шәкеңізді ұмытсаңыз болмайды. Мейге, не қарап тұрсың, соншыз деп әжеңді не қыласың? Әйте отбасымыз бірге болдық ау. Ел ана саған не болды балам? Өзім әншейін қуанғаным ғой. Балам ау, менің әкем осында айтып беретін. Сіздің әкеңіз сізді сүйеді, сізді жанындай жақсы көреді. Мен оның жазған өлеңдерін сақтап қойғам. Оның жазған өлеңдері міне, тағы мынау бар балам. Құлынау сол. Менің әкем музыкант болған. Мен кішкентай кезімде шешем екеуі өлеңді керемет орындайтын балам. Ливер әулетінің аяқ киім тігінханасы 1921 жылы құрылған. Еккато Ливер осында туып өскен. Оның Kokkoға жазған хаттарынан қазірге дейін сақтаулы көптеген көзге жас алып еститін әндерін таба аламыз. Тек қана мені ұмытпа деген әнімен тоқталып қалмаған. Köpten köp rahmat. Uy, aslida ovoz munda berdi ekansizlar-da. Munda to'lqinib, oyoqni qilib. Haqiqatan har bir xizmatning o'zgachilik, odamni zo'qlantiradigan tarafi va jafoliq taraflari bo'ldi. Shundaqda. Unda bo'lsa hamda biz baholovchi ustozlarning taklif fikrlarini anglab boqaylikmi? Ma'qul. 配音演员难就难在什么地方？就是说，闽语配音和普通话的配音，因为它存在一个什么呢？音程长短不一的问题。对口型是一个很大的一个难度的工作。对，难度是啊，那这个时候就要在什么的剧本上要做文章，做什么文章？做文字的加法或者是减法。你做这个功课吗？经常在做是吧？就删减或者增加，是不是？有对。这个时候才能把口型对上，不然觉得让我们观众看假的，这是假的。你对不上，觉得是很假。我觉得这点做得非常好，令人敬佩啊，令人敬佩。 Endi ma'ningda bir qiyinchilik bor ekan, qarab o'tirsam, buning arasi, bu kinodagi personajlarning arasining ovoz almashishi bek tas ekan, qarab chiqdim. Bek zich-a. Zich shuning bilan ulgurish tas bo'lib qoladi ba'zi vaqtlarda shu. Bu filmga ovoz bergan vaqtda men qarab o'tsam, shu ovozni almashtirish vaqtlarida azroq. Bir yerdan azroq ko'chin ketib qolsa, bir yerdan azroq ovozning alqi cho'ng kichikligini farq qilolmay qolgan yerlar bo'ldi endi. Lekin buni endi yana o'nchab ketadi-ku deb o'ylayman, yaxshi. Men ma ovoz berishda men ma kasbga adam emas endi. Shunda bo'lsa bu sizlarning jafoliq emgikinglarni men hurmat qilaman, ham his qila olaman. Qaysi millatning tilida ovoz bergan bo'lsa, shu millatga shu prognozni tonishtirdi ekanda. To'g'ri. Shu prognozni to'ntidi ekan. To'g'ri. O'zini hech kim tonimaydi ekan, erlar xizmatdoshlaridan boshqa. Xotin bolalardan boshqa. Balcamı başta şu gap ne dedi? Dilşat Kammon'a to'g'ri tushundi. Balcamı şu ovoz artistlari biz kaynining orqasida turib, sakni oldiga chiqib, ovozni qandoq berdiganda ko'pchilikka shuni bir bildirib qo'ymoqchi degan maqsadda chiqdim dedi. Biz xalqimiz uchun millatlar bilan millatlar o'rtasidagi tillarni bir-birisiga yetkazish uchun biz jafoliq ishlayapmiz. Mushu programmaga rahmat aytaman. Balcan sizga rahmat. Qaysar ustoz, rahmat. Amaliyotda shundoq, dal mana shu munosabat bilan men kayniga ulab desam, ovoz va talant programmasidagi barliq ishchi xizmatchilarga vakolatan, shundoqla bizningki ekran oldidagi mana shundoq suyimli ustozlarimizni hurmatlab kelayotgan, qo'llab kelayotgan shu xalqimizga vakolatan barliq ovoz artistlarga bir salomimizni yo'llagan bo'lsak, japotatdanlar, rahmat sizlarga. Endi sektimizga 2-nomerlik mahirimizga taklif qilib chiqishdan avval uning bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Dostlar, yaxshimizlar? Men Shernoyob Leylim, o'zim Qumoldan 2019-yili Jungo Axborot universitetining e'lon kasbini bitirdim. Hozir Beijing Ipak yo'li umumlik madaniyat tarqatish guruhida xizmat qilyapman. Kichikimdan tortib ovoz berish, diktoriyachilik kasbiga to'liq qiziqdim. Shu maktabdagi chog'larimdan tortibla nurg'un faoliyatlarga riyosatchilik qilib keldim. Yaqinda Xinjiang radio televiziya stansiyasining ovoz va talant programmasining yo'l qo'yilganligini anglab to'liq hayajonlandim va bu fursatda programma qatnashdim. Bu programma orqali do'stlar va ustozlar bilan tanishib, o'zimning ovoz jihatidagi talantimni texmi joriy qildirib va mukammallashtirib, yaxshi natijalarga erishishimni umid qilaman. Do'stlarning qo'llab berishini, ustozlarning taklif fikrlarini aymay berishini chin dilimdan umid qilaman. Qanaqda qizg'in olqishlarimiz bilan 2-nomerlik mahirimiz She'r Nayni sektimizga taklif qilamiz. Marhamat.
ovoz berishga qachondan boshlab qiziqib qolgandingiz? Ovoz berishga kichikimdan qiziqatdim, lekin bu tarafda o'zim taraqqiy qilishni o'ylab boqmagan. Faqat riyosetchilik bakrak qiziqman, riyosetchilik tarafdan taraqqiy qilaman deb o'ylagandim. Lekin bu qatimki mush ovoz va talant programmasining yo'l qo'yilganligini anglab, mush jihatdan o'zimning talantim bormidi deb mushu o'ylar bilan sinab beqish niyati kelib qatnashdim. Unda bo'lsa, birinchi aylanmada ilib kelgan asaringiz qaysi? Malik Xanjudagi Zuveyning ovozi. Malik Xanjudagi Zuveyning ovozi. Shunday-ku. Unda bo'lsa, saktimsiz qoldi. Marhamat. 紫薇，你说什么？你不点灯，我看不见呢，怎么吃药？还是点一盏灯吧。 Shundaqmi? Shira, Shira nerede? Shira. Qo'y Shernay, burundan ovoz berib baqqanmi bir filmlarga? Yo'q, tunji qatimliq. Mushu Xanjuganing tunji qatimliq ovozingizmi? Ha, to'g'ri. Mushni nechilik vaqt tayyorlik qildingiz? Pek uzoq tayyorlik qildim. Pek uzun tayyorlik qildingiz. Xo'sh, unda bo'lsa, mening deydiganim, burun ovoz berib baqmabsiz, lekin mushu kasbga qiziqib yetibsiz. Mushu kasbda ba'zi bir nazariyaviy bilimlarni oid cho'nqur bo'ladi. Diktoriyachilik kasbida, masalan, bizniki ovoz berish kasbimizda bayatdan siz Umid bilan paranglish jarayonida mushu qizning obrazini tanlash menga loyiq keldi ekan deb qoldingiz. Bu bir xato ko'z qarash. Nima uchun deyishki maqsadim biz ovoz artistlarga har xil rollar keladi. Shunga har xil rollarga taqobil turg'idek bizda bir kuch bo'lish kerak. Bo'ldi, rahmat ustoz. Shernay singlim mushu ovoz va talant sahnaga mushu jur'atingiz bilan tunji qatim ovoz berib baqmay turib, men bir qilib baqsam deb kelganingiz o'zi bir cho'ng ish. Zivey abiyam tuyuqsiz shundan o'yg'inib ketdi, ammo ko'z ko'rmas bo'lib ketdi. O yerda siz biraqla menga yaningizda vaqirab, voy menda olib ketdim, menda olib ketdim emas, oshada o'zingiz bir andikish bo'lish kerak. Andik, voy nima olib ketdi, voy menda shu menda bo'lib qoldi. Endi qanday qilamiz? Voy erkak men qanday qilaman, voy kashf ketdim degandek menda bir xil ansiz. Faqatla men ovozimizni yuqori ko'tarishlam emas, ashunki hissiyotni to'g'ri ifodalab berishga. Keyingi bosqichlarda shunday bir yerlar to'g'ri kelib qolsa, inchik halqalarga diqqat qilsangiz. Unda qolsa keyingi aylanmada ko'rishamiz. Ma'qul bo'ldi, rahmat. Aramag'ashtiring, marhamat. Bugungi 3-nomerlik mohirimiz zodi kim? Uning bilan tanishib chiqaylik. Men qanoatdir. Nomerlik mohirimizni saktimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Qarshi olamiz qanoat. Rahmat. Hurmatli ustozlar, ekran oldidagi mening do'stlarim, bu qitimga musofiq kelib qatnashganimga shunda xush bo'ldim, shunda hayajonlandim. Hammalarninki qo'llab berishinglarni umid qilaman. Nima sababdan endi ovoz va talant programmasiga kelishni o'ylab qoldingiz? Endi bu muzik ishlash jarayonida endi film ishlash shirkati bizni qo'llab keladi, ovoz epagin mushlarni qilib beramiz deb. O'sha vaqtlarda ovoz beruvchilarni ko'rdim. Shundaylik beramaganlar bo'ldi degandek shu vaqtida o'zim berib sinab baqsam bo'lmamdi degan vaqtida mushum musobaqadan e'lon qilganni ko'rdim, shunga o'zimni sinab beqish jarayonida bir o'zim qatnashib baqay deb keldim. Hisobda sizning uzundan beri ishingizga yo'shirib qolgan to'xtabdi. Mushlar ovozini beramayapti. Men bir berib baqsam bo'lmamdi deydigan shu orzuyingizni amalga oshirish uchun gapsizda. To'g'ri, to'g'ri. Shundaymi? Undaqda qanoat. Sizning birinchi aylanmada ilib kelgan asaringiz qaysi? Qihuan Sinling. Qihuan Sinling. Shundaqmi? Bo'ladi, undaq bo'lsa, mahoratingizni bir ko'rib baqaylik. Qani, marhamat. 看来你们都接到通知，所以大家都来到和平岩了。Барлығы бейбіт асына жиналыпты. Неткен жұпары естесеңізші. Алайда осылардың арасында бөтен біреу бар. Шақырылмаған қонақ. Тығылып отырмысың? Менің білуімше бұл естің иесі. Адам баласы. Endi biz ustozlarning bahosini olib qo'yaylik bo'lamdi? 他把一个动物角色转换成一个人物角色来看待，这个判断是对的。而且他赋予了老虎极大的生命力，用它很大的声音气场体现出来了，我喜欢。 Qanaqat. Ovozingizning tusi rasmiy keldi yo'lbosqa. Biz bu yerda o'tiribmi, rasmiy kasbiy bir artist ovoz berayotgandek hissiyotda bo'ldik. Endi karton film ko'yishing deb qo'yamiz, ko'yishing masalasi ancha
ma ko'rinishi ancha bilinib ketmagan bilan lekin yo'lbosning obrazi deymizda endi obraz masalasi bor bu yerda obrazga ovozingiz haqiqatan tushdi yo'lbosning sezimi sonda kelgan jaraysiz rahmat rahmat ustoz ovozingizning haqiqatan to'g'ri tusi shundoq yaxshi ekan mush yo'lbosnikiga haqiqatan yaxshi berdingiz lekin meningcha bo'lsa mush ovozingizning to'g'ri bilan azroq bir zoyin ovozingizni qo'shib bersangiz shu yo'lbosniki xarakteriga texim yaxshi bo'lib ketadi rahmat ash jihatdan Qanағаттың дауысы рас yaxshi ekan. Ey адамзат, мен сеніменен кездескелі қанша жылдар болды. Сен не жүрсең бұнда деген сықылдығып, кішкене ана астының зайыңдарын қосып деп отыр. Bu da болады. Енді бұл енді жалпы алғанда сенің даусың бізге ұнап тұр. İkinci basqıç mahirlərimiz köpçülükə filmның əsli avaz boyunca avaz beriş cəhətdəki maharetini göstərdi. İkinci aylanma musobaqamiz mahirlarimizning Putonxoda ovoz berish mahoratini sinash aylanmasi bo'ladi. Albatta, ovoz va talant programmamiz mahirlarimiz uchun filmlardan ariyalarni tayyorlab qo'ydi. Qiynoq bo'lsa hammaylar cho'ng ekran qaraylik. Marhamat. Adaqas Baljada qaysi filmga ovoz bersiz? 唐山大地震。为什么要想选择这个片段来配音呢？唐山大地震，它展现了一个震后的人民是怎么去治疗自己心里的创伤。他们母女两个人的那份感情，其实就说明了，其实人情可以去治疗不好的一些回忆。所以呢，唐山大地震，我觉得给我们真的是上了一课。我折磨了您32年。妈，这些年你是怎么过来的？我过得挺好的。女人一辈子有几个30年呢？妈，你为什么呀？我过得真的挺好的，妈，对不起，对不起，我从第一眼看到方达，我就开始恨自己，他是我弟弟呀，他能活着多好啊，妈。妈，对不起，我折磨了你32年，我没有办法原谅自己，妈，对不起，妈，妈，对不起，对不起，对不起，对不起，妈，妈，对不起，对不起，妈。Ondaq bo'lsa, mahirlarimiz Shernay, qaysi filmga ovoz bersiz? 乐比悠悠。乐比悠悠。悠悠，不刷牙不会有事的。我洗好喽。乐比悠悠起床了。哎，咦？洗刷刷，洗刷刷，啦啦啦啦啦！刷牙。不想刷牙。不刷了。悠悠，不刷牙不会有事儿的。我洗好喽。哎，耶，吃早餐啦！咦，有甜果酱啊！真甜，好好吃。Qanot,
qaysi filmga ovoz berasiz? Sango. Sango. 为什么要想选择这个片段来配音呢？ 《三国演义》是古典文学4大名著，也是我最喜爱的小说，所以这本书我看了很多遍。最喜欢的人物就是曹操，因为他是一个才华横溢、文武双全的英雄人物，所以这次准备配曹操在祭奠关羽的一段话。温酒斩华雄，斩颜良诛文丑，挂印分金。都说这人要上了岁数。 Mana hozir 3 nafar mohirimiz ikkinchi aylanma musobaqani tamomlab bo'ldi. Undaqda biz avval ustozlarning bahosini olib boqaylik. Qani, ustozlar. 3位选手普通话我觉得都很标准，让我们能够听得明白啊，听得清楚，这一点是做到了。我分别来说，第一位选手啊，第一位选手是我觉得入戏很快，哇，我觉得你是一个非常优秀的配音演员，在这么极短的时间里，能够抓住这样一个情绪的东西不容易。 最后，你极短之间里，你进入这样一个情节当中，都流泪了。我在跟你同呼吸，共命运，真是这种感觉。第二个选手，我觉得把这个小动物配的挺可爱啊，谢谢，声音很优美，很圆润优美啊，我觉得这个抓住了，挺好的。第3位选手配的是新三国，是吧？我觉得配音语言和剧场语言这种区别，你把握的非常好。 把陈建斌的这种内心的那种感觉，我就配出来了，特别像陈建斌的声音啊！你是不是在模仿他？很像。如果说陈建斌以后失声了，你去做他的配音演员，非常合适啊，非常合适。这个评价挺高的，真的真的，我在用心的听，我觉得进入人物了。我在音乐学院上学那会儿，有一门课。 一门课，那叫什么课呢？正音。这个正音课，这个课可能在这个网上可以搜到，也有资料的。所以怎么发声，怎么用气，怎么发声，声音位置应该在哪？选择了这个影片里面的这一段。今年是建党100周年，我作为90后，见证了在党的坚强领导下，我们的祖国日益强大。 无数优秀党员为了中华民族的伟大复兴前仆后继，我深深为之感动。所以这次我选择了为这部影片中的主人公阿依古丽配一段经典的台词。我不相信，你不相信，咱们就试试看。 Qanot, qaysi obrazlarga ovoz berasiz? Men ikkinchisida Asqar. Oyo, ham Uyg'urcha, ham qozoq tilida, shundaqmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa, 3-aylanma musobaqamiz hozir boshlandi. Sen menімен бірге өтемін дейді екенсің, әтірет басты қызметіңді тастауың керек. Sen өз барасың ба жоқ па? Mına qamшыны саған Қасым берді ме? Ол берсе не болыпты? Ол неге саған береді? Ол осы қамшымен оның әкесі барлығымызды кедейлерді мына мені сабаған ғой Асқар. Жарайды. Бірге ота салмайтын болсақ, өзі жолымызға кетейік. Асқар, мен сені жібермеймін. Айгүл, ақыры райынан қайттың ба? Жоқ, Асқар. Райдан қайтатын өзіңсің. Жарайды. Сондай болса екеуміз барлық мал-мүліктерді берсек. Үйді, көрпе жастықты, ақшаны барлығын сені қал. Bir sabah жібіңнің керегі жоқ. Asqar, sen Qasımның o narsaları көз qızartma. Sen azat bolğan yılı bu yerге köçüp gelgen. Ularning uydagi narsalarning, dadisining namrat xalqlarni ezish badli kelayotgan bilamsan. Men boshqalarning iste'dodchiligiga muhtoj emas. Ikki qo'limga tayinib, yaxshi turmush kechiraman. Men ishonmayman. Agar ishonsang, qani ko'ramiz. Odam bo'riga o'xshash yolg'iz o'zining o'ylamasligi, ko'pchilikni, yayloqdagi namrat qarindoshlarni qanday qilganda yaxshi turmushga erishtirgul bo'lganligini ko'proq o'ylashimiz kerak. Asqar tushunamsan? Şunu men ko'pchilik uchun duyjan bo'lgan. Sening daydiganing yana shu ko'pchilikmi? Ko'pchilik baxtli turmushga erishguncha biz o'lib ketgan bo'lardik. Degining to'g'ridir.
nurg'un kishilar bizning zulm tortmasligimiz. Odamdek yashashimiz uchun o'zini qurbon qilib, tuproqqa ko'milib ketdi-ku. Men ularga ayishmayman. Ularga o'xshash ko'pchilik. Yani şu köpçülük mi? Jürikingde köpçülükki bəgindan keyin men bilan o'tmay. Oşular bilan o't. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Şinjan Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi Şinjan Kapitan yemak-ichmak boshqarish mulozimat cheklik shirkati alayda qo'llagan Şinjan xalqaro ovqatchilik shirkati alayda hamkorlashgan Ovoz va talant programmasi. Hozir mahirlarimiz 3-aylanma musobaqani tamomladi. Ondaqda endi biz baholag'uvchi ustozlarning taklif fikrlarini anglab boqaylik. Qanat ukam, qozoqcha qaraganda uyg'urchani texim yaxshi beryaptingizmi? Oy-yo. Shundan sizlarga hissiyat paydo bo'ldimi? Qozoqchani shunday yaxshi berdingiz, lekin uyg'urcha kelganda rost gapni qilsam, pek hayajonlanib siz bilan harakat qilib ketdimmi yani? Haqiqatan yaxshi berdingiz. Kasbiy jihatdan qozoqcha teximda bir ko'shinglarni saqlab qolish bir ishlari ko'rildi. Uyg'urchada ashnoati yaxshi obrazning yaratilish jihatdan bo'lsin. Men o'tirib shunchalik ta'sirlandim men. Haqiqatan yaxshi berdingiz. Rahmat. Sheringil singlimning ovozi bog'an sir texmi jaranglik bo'lib ketyapti ha. Shunchalik suzuk, yiqimliq. Ham qolgan inchki masalalarni texi ketib hal qilib oldigan ishlar u hamdi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Bizning baljonga gap ketmaydi hamdi. Ko'p qirliq. Shunday yaxshi. Şirna ya. Siz hem de destek başlamışsınız mı ovoz berishni? Aygül'gü bergan ovozda mesela Asqar bilan Aygül'ning orliqi jiroq vaqtida qanchalik kuch bilan berish, yaqin kelganda qanchalik kuch bilan berish, mushuni kontrol qiling. Mening endi sezginim. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. 3-aylanma musobaqamiz to'liq oxirlashdi. Undaqda endi mana shu sahnamizdagi 3 nafar mahirimizdan zada qaysi 2 nafar mahirimiz keyingi bosqichga qadam qo'ya oladi? Ustozlar muzokiralash orqali qaysi 2 mahirni keyingi bosqichga qadam qo'yishga ma'qul ko'rdinglar. Biz bayatdan har qaysi ustozlar bilan maslahat qilib, uning keyindan ko'rmanlarimizmi filmni ko'rish jarayonida ba'zi bir hissiyotlarga ega bo'ldi deb o'yladik. Shu eng oxirida mahirlarimizmi o'zining barliq kuchini ishga oshirib, mushu sahnada o'zining eng yaxshi mahoratini bizga sundi deb o'yladik. Programma gruppasidagi ustozlar birdek maslahat qilib, ya'ni qanoatni keyingi bosqichlarimizga, keyingi